Assalomu alaykum do'stlar. Bugun meni qayerda desalaringiz, Somonida. Tojikiston Somoni degan joyga keldik. Juda bir ajoyib joy. Mana do'stlar. Shunday qilib shu yerga keldik. Xudo xohlasa cho'tki bo'ladi deb o'ylayman hammasi. Sizlarga yaxshi narsalar chiqarib boryapmiz. O'ylaymanki hammasi cho'tki bo'ladi. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Shunday de Somoniga keldik. Bu yoqda zdaniya.